Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, qo'y mol ishqibozlari akalar. Bugun 19-yanvar kunida olinyapti turgan video. Boshlangan kunlaring akalar, fayzu barakatli bo'laversin hammamizga ham, hammalaringga ham. Akalar, bu qo'ylarda taxminan 2,5 oy atrofida yo 3 oyga o'tdi deyaptilar hoji buvamning o'zlari. 2,5 oy plus deylik. O'sha paytda videoga olingan bu qo'chqorlarni boqishlarini qanaqa qilib boqiladi, qanaqa yem beriladi deb bitta akam yozgan ekanlar kommentga. O'shalarni hozir bir qo'l hoji buvam bilan yengil tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Bu kanalda o'zi asosiy rossiyskiy apparatlar chiqarib ko'rsatib boriladi. Rossiyskiy apparatlar mana shunaqa qo'ylarga, mollarga hashak keskani qiynalmayin deydiganlar uchun kanalimizda bir qo'l ko'ringlar. Qaysi apparatdan yoqadigan bo'lsa, xudo xolasa kelishilgan narxda O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari mavjud, pullik lekin kelishgan holda xudo xolasa yetkazib berilaveradi. Qo'li quruq universal chiqaraveradi. Hozir qo'ylarda bir qo'l video qilaylik. Xo'p, bu qo'ylarga общий 9 xil narsa yeydi. Hop, yemidan tortib hashagigacha общий hammasi hisoblanganda hozirgi narxda bilmadim-ku, endi hozir qo'ylarni boqishda o'ziga bir ahamiyat beraylik mana. Hoji buvamning o'zlari oxirlarigacha bir qo'l chiroyli qilib yuvib, tozalab xullas, hop, nima desam bo'ladi? Mehr zo'r xudo xolasa. Mana taglari ham qaq-quruq, qo'ylarda oyog'i og'rimaydigan, hammasi soppa sog'lam. Martga o'tib xudo xolasa Ramazondan keyin bu qo'ylarni sotaman deyaptilar. Qurbonlikkacha olib bormaysizmi desam, yo'q, ungacha bular o'ta katta bo'lib ketadi dedilar. O'shaning uchun qurbonlikkacha ham bir qo'l bu qo'ylarni almashtirib, unga boshqa partiya tayyorlar ekanlar. Mana shu qo'chqorlar akalar mabodo hop olaman deydiganlar bo'lsa ham topib berilaveradi. Hoji buvamning o'g'illari bor. Telefon nomerlari kerak bo'lsa kommentga yozinglar, qoldiramiz. Hop, nomerlarni qoldiramiz. Kerak bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa qo'chqorlarni kattadan tortib kichigigacha qanaqa kerak desalaring, xudo xolasa zotga yoki boqqani qanaqa yo'nalish bo'yicha ham topib berishaveradi. Arashallar keldi hozir. Arashallar kelibdi. Hozirga bir hoji buvamning uylariga boradigan bo'lsak, ularni ham video qilib qo'yamiz. Mana shu qo'ylarda birinchi videosini kommentga silkasini qoldirib ketamiz. Bir ko'rib olaverasizlar. Ehtiyot shart, mabodo degan joytiga. Mana shu qo'ylar akalar. Yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasiz. Har qanaqa fikr, mulohazalaringizni kommentda qoldiraverasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.